Rolling in them dollars, but you're too tame. I ain't finna stop that. 2 may kuni Alpomish muz saroyida KO Estate Promotion'ning navbatdagi musobaqasi o'tkaziladi. Asosiy karta 4 nafar o'zbekistonlik jangchi oktagonga chiqadi. Ular orasida Abdumalik Yorbo'tayev, Muhiddin Mamajonov, Humoyun To'xtamurod va markaziy jangda Aziz Estate Hasanov jang qiladi. Aytish mumkinki, muz saroyida muxlislar olovli janglarning guvohi bo'ladi. Bugun mushli janglar oldidan ishtirokchilar matbuot anjumanida ishtirok etdi. Jang oldidan energiya va azartga to'la bo'lgan jangchilar muxlislar va media tomonidan yo'llangan savollarga javob qaytardi. Matbuot anjumani yakunlangach, tomonlar Sterdaunda yuzma-yuz keldi. Alpomish muz saroyi mezbonlik qiladigan super janglar oldidan jangchilarning nigohi oxirgi marta to'qnash keldi. Markaziy jangda Aziz Estate Hasanov mushli janglar olamining eng nomdor vakillaridan biri Shamil Paxangalimov bilan to'qnash keladi. Ayrim juftliklarda ishtirokchilar qo'llariga ham biroz erk berdi, ammo asl hisob-kitob 2 may kuni Alpomish muz saroyi ringida bo'ladi. Siz aziz muxlislarni ham janglarni bevosita arenadan tomosha qilishga taklif qilamiz. Chiptalarni esa iTicket.uz saytidan xarid qilishga ulgurib qoling.